Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Komil Sindarovning Tergovchi surgundagi sarguzashtlar nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Komil Sindarovning O'zbek detektiv seriyasidagi kitoblari bugun o'z o'quvchisiga ega turkum asarlar sirasiga kirib ulgurdi. Navbatdagi 10-kitobda ham muallif avvalgi qahramonlar ishtirokini ta'minlagan. Farqi jinoyat turining boshqaligi, rakurs o'zgarganligi, yozuvchining xulosasi. Ish jarayonlari sabab tergovchi surgunga uchraydi, ammo malakali xodim ish ham, joy ham tanlamaydi. Surgunda ro'baro bo'lgan murakkabliklarga o'z salohiyati-yu sinchkovligi bilan yechim topadi. Fosh etilmaydigan jinoyat bo'lmaydi. Chunki jinoyatchi har qancha ustamon bo'lsa-da, albatta bitta xato qiladi va iz qoldiradi. Tergovchi Rahmonovning kasbiy shiori qanchalik haq va hayotiy ekanligini mutolaa yakunida bilib olasiz. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.